Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar, assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ustozlarimiz haqida bo'ladi. Mavzuni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bundan-da foydali ma'lumotlarni kuzatib boring. Nafaqaga chiqqan o'qituvchining o'rniga boshqa muallima sinfga kirdi. Darsni tushuntirishni boshladi. O'quvchilarning biridan savol so'raganda, boshqa barcha o'quvchilar kulib yubordi. O'qituvchi hayron bo'ldi. O'quvchilarga qarab, o'rinsiz kulgining siriga yetdi. Sababi sinfda hamma ahmoq, aqlan nosiq hisoblaydigan talabaga savol berilgani ekan. Dars tugab bolalar sinfni tark etadigan mahal muallima o'sha o'quvchini chaqirdi. U bilan xoli qolib, qog'ozchaga yozilgan 2 qator baytni berdi va buni ismingni yodlagandek yodlab kel. Hech kimga aytma, dedi. Keyingi darsda muallima o'sha 2 qator she'rni yozuv taxtasiga yozdi. Uni ma'nosini tushuntirdi. So'ng o'chirib, kim hozirgi she'rni yodlab qoldi deb so'radi. Hech kim churq etmadi. Faqat o'sha ikkichi ming hayajon, iymanish bilan qo'l ko'tardi. O'qituvchi qani javob ber dedi. U she'rni yodlab berdi. Ustozi uni ko'p maqtadi. Boshqalar o'rnak olishini aytdi. O'quvchilar bu holatdan hayratga tushar. Kimdir kecha kulgani uchun xijolat bo'lar. Kimdir hayrat bilan qarar edi. Bu holat hafta davomida davom etdi. O'qituvchi o'quvchini maqtardi. O'quvchilarning u haqidagi tushunchalari o'zgara boshladi. U bolaning ham ruhiy holat ijobiy tomonga burilish yasadi. O'ziga bo'lgan ishonch uyg'ondi. Oldingi o'qituvchi hisoblagandek ahmoq emasligini angladi. O'quvchilar bilan ilmda musobaqa qila olishini, o'z ustida ishlasa a'lochi bo'la olishini bildi. Nafaqat shu fandan, balki boshqalardan ham a'lo baholar ola boshladi. Maktabni yaxshi natijalar bilan bitirib, oliygohga kirdi. So'ng magistraturani bitirdi, doktor bo'lishni ham maqsad qildi. U o'qituvchisi haqida yozarkan, insonlar 2 toifaga bo'linadilar. Birlari yaxshiliklar kaliti bo'lsa, boshqasi uning qulfidir. Birlari sizni shijoatlantirib qo'lingizdan tutib umid bag'ishlaydi. Sizdagi dard va alamni his qiladi. Hayotni yo'lingizni belgilashingizga sababchi bo'ladi. Boshqalari esa sizdagi iqtidorni berkitib, yomonliklarni ochadi. U sizni ruhan ezishdan, o'zgalar oldiga yerga urishdan, azob berishdan rohat tuyadi. Qanchadan qancha insonlar bunday o'qituvchilarning qurboniga aylanadi. Butun umri o'zini tiklolmay o'tadi deydi. Xulosa esa o'zingizdan. Manba internetdan olindi.